Assalomu alaykum. Bir umr ta'limga bag'ishlangan mehnat, minglab shogirdlar taqdiridagi is. Bugun biz sizlar bilan Shuhrat medali sohibi ustoz Husniddin Nuriddinovni xotirlaymiz. Ustoz degan ulug' nomni umri bilan oqlagan insonlar bo'ladi. Biz hozir ustozni eng yaqin do'stlari bilan birgalikda ustoz o'qigan maktabga tashrif buyurganmiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ustozni eng yaqin do'sti bo'lar ekansiz. Shu to'g'risida suhbatlashamiz. Do'st sifatida ustoz qanday inson edilar? Oddiy kamtar inson edi. 1953-yildan 1-sinfda birga o'qamiz. To 63-yilgacha, 10-sinfgacha. Kamtar, fidoyi inson edi. 80 yoshni qarshilagan qadrdon do'stining so'zlari esa bizni yanada ta'sirlantirdi. Husniddin men uchun shunchaki do'st emasdi. U sirdosh, dardkash, hayotning og'ir va yengil kunlarida yelkadosh inson edi. Samimiy do'stim edi u. Afsuski, bugun endi uni xotiralar bilan eslayapman, dedi u titroq ovozda. Ikki inson o'rtasidagi yillar sinovdan o'tgan chin insoniy do'stlik ana shu so'zlarda yaqqol sezildi. Ukaning titroq ovozida aytilgan xotiralari har bir inson qalbiga yetib bordi. Otasiz juda erta qolganmiz. Shu paytlarda bizga ham ota, ham aka bo'lgan inson Husniddin akam edilar. Har bir qiyin kunlarda yelkamizdan tutdilar. Yiqilsak suyanch bo'ldilar. Bugun nafaqat akamni, balki hayotimdagi eng katta tayanchimni yo'qotdim, deya ko'z yoshlarini yashira olmadi ukasi. Oilamizda katta farzand bo'lganligi sababli bizga ham ota, ham aka bo'lib qoldilar. Universitet tamomlab kelgandan keyin. Ishlagan davrlarida insonlarga qo'ldan kelganicha yordam bergan. Lekin birorta odamni domla bizga yomonlik qildi degan gaplarni eshitmaganmiz. Hamma minnatdor bo'lib gapiradi. Ustozning shogirdlari ham mehr va minnatdorlik bilan xotirlashdi. Biz uchun haqiqiy ustoz degan timsol aynan Husniddin Nuriddinov qiyofasida gavdalangan edi. U kishi bizga faqat ustoz emas, balki inson bo'lishni o'rgatgan deya ta'kidlashdi ular. Rahbarligimni ilk kunlarida menga shunaqa nasihat qilgandilar. Har bir o'quvchini ismi va familiyasi bilan murojaat qilgan. O'quvchini avval tinglab, keyin gaplaringni gapirgan deb aytgandilar. Bu gaplar oddiy gaplardek tuyulishi mumkin, lekin bu gaplar zamirida kattadan katta mehr, hurmat mujassam etganki, bu mening pedagogik faoliyatimda yulduzdek yo'llarimni yoritib xizmat qilib kelyapti. Har bir o'quvchini ismi va familiyasi bilan aytish, bolani shaxs sifatida tanish. Ularni tinglash esa uni qalbiga yo'l topish demakdir. Bu meni hozirgi davrdagi faoliyatimda anglab yetganlarim, tushunchalarim hisoblanadi. Buvajonim nafaqat ustoz, balki har bir insonni tushunib yetadigan, qalbiga yo'l topa oladigan, bergan bilimlari, nasihatlari bilan har bir insonni qalbida mangu yashaydigan inson bo'lib qoldilar. Buvajonim bilan har doim faxrlanib yuramiz. Men uchun ham albatta bu juda ham chuqur nima bo'lib qoldi. Hayotimda yo'qotish bo'lib qoldi. Faxrlanaman buvajonim bilan har doim. Nuriddinov domla bilan 69-yildan to 76-yilgacha shu maktabda men fizika fanidan, domla ximiya fanidan dars berdik. Domlada shunday xislat bor ediki,
G'uzordagi hamma maktablarini shunday to'liq bildiki, G'uzor atrofidagi barcha insonlar nima bilan shug'ullanishi, dehqonchilik, shu qishloqlar qayerdan suv ichishi, nima ekishi, dehqonchilik nima qilishi, ana shularni hamma ularni urug'lari, aymoqlari hammasini shunday bildilarki, buni G'uzorda hech kim Nuriddinevchalik biladigan G'uzorda odam topilmasa kerak edi. Maktabda o'qituvchi qanday yurish kerak, o'qituvchi kiyinish madaniyatiga e'tibor, o'qituvchining so'z madaniyatiga e'tibor berishi haqida yig'ilishlarda shunday deydi u kishi. Quyosh chiqib, cho'lni ham yoritadi, bog'ni ham yoritadi. Yaxshi o'qituvchi yomon o'quvchini ham o'qitadi, yaxshi o'quvchini ham o'qitadi. O'qituvchi har doim o'quvchilarga namuna bo'lish kerak. O'qituvchini ko'rgan kishi kiyinish madaniyatida ham, so'zda ham mana shu inson o'qituvchi ekanligini bilish kerak degan fikrlarni aytardi. Haqiqatan ham ustozning har bir shogirdi bugun uning tarbiyasi, mehri va ishonchi bilan hayotda o'z o'rnini topgan insonlardir. Husniddin aka Nuriddinov domlani eng yaqin, eng yosh va kenja shogirdlaridan biriman. Umuman ustoz haqida juda ko'p soatlab gapirish mumkin. Ustozimiz shunaqa dilkash, odam oxun, u kishi bilan gaplashib suhbatlariga to'ymasdingizda. Shunaqa ma'lumotlar ko'p edi. U ma'lumotlarni biz imkon boricha G'uzorga kelganda ham tez-tez har doim ko'rishganmiz. Toshkentga borganda albatta bir piyola choy ustida o'tirganmiz, mehmon qilganmiz. U kishi bizni mehmon qilgan, bizlarni mehmon qilgan va mazza qilib u kishini dildan suhbatlari bilan yaqindan guring deydi, guringlardan bahramand bo'lganmiz. Umuman olganda aytishadiki, oiladadir, jamiyatdadir, davlatdadir hamma muammolar bitta yechimi bor. Bu yechim albatta ta'limda bor. Ustozimiz butun umr, 80 yillik umrini G'uzorda Qashqadaryoni, O'zbekiston ta'limini rivojlantirishga hissalarini qo'shishdi. Ko'plab shogirdlar chiqardi. Ayniqsa G'uzordagi o'sha 84 ta maktabda har bittasini g'ishida bevosita ustozni xizmati bor, ustozimizni hissasi bor. Umuman ustoz haqida juda ko'plab fikrlarimiz bor. U kishini yozgan kitoblari meni qo'limda bo'ldi. G'uzor haqida, G'uzor ta'limi haqida, o'zlari haqida. Hozir biz bunaqa katta javon, kitob javonlarini, shaxsiy kutubxonalarning oldida turibmiz. Oxiratlari obod bo'lsin, borgan joylari jannat bo'lsin. Shu xotira va qadrlash kunida bizni bir umrga ustozimiz yodimizdan chiqmaydi. U xoh 100 yil o'tsin, xoh 150 yil, 200 yil o'tsin, bizda qalbimizda, G'uzorliklar qalbida Husniddin Nuriddinov degan familiya abadiy qoladi. Chunki u kishi o'zidan juda katta ilm qoldirdi, juda katta kitoblar qoldirdi, meros qoldi, ilmiy meros qoldi. O'zlariga tirikligida haykal qurib ketdilar. Xudo xolasa buni albatta biz shogirdlar kelajakda davom ettiramiz. U kishini nomini abadiylashtirish uchun, u kishini xotiralarini keng tarqatish uchun, u kishi qoldirgan merosni hammadan bahramand qilish uchun qo'limizdan kelgancha xizmat qilamiz. Xotira abadiy. Mana bugun men ustozimni xotirlab o'tiribman deyapman. Men uchun bu gaplarni aytish juda og'ir. Ustoz bilan 20 yildan ortiq yillar mobaynida birga ishladik. U kishi tuman xalq ta'limi bo'limini boshqardilar. Men esa birinchi maktabda rahbarlik qildim. Mana shu ishlagan yillarida bizlarga u kishi juda ham katta saboq berdilar. Qanday saboq? Dars o'tmadilar, narsa o'tmadilar, lekin o'zlarining hayotlaridan, ish uslublaridan biz u kishidan juda katta narsani o'rgandik. Kamtarlikni o'rgandik. Yoki bo'lmasa mana shunday baqir chaqirishni umuman bilmas edilar. Biz mana shu yig'ilishlarga o'tirardik. Yig'ilishda ham domla nihoyatda tartibli, juda ham yaxshi olib borar edilar. Bitta gaplari bilan hamma narsani tushunib olardik. Yig'ilishlardan biz juda ham yengil tortib kelardik va o'sha aytgan topshiriqlarni jamoaga kelib aytib bajarishga harakat qilardik. Bir kuningda hech qachon esimdan chiqmaydi. O'tirib maqtanchoqlik bu keksalik alomati deb kulib aytdilar. Mana shu gaplari hanuzgacha qulog'imda. Maqtanmoqchi bo'lsam, birdan shu domlani shu gaplari esimga tushadi-da, hali men keksaganim yo'q, maqtanchoqlik qilmay deb aytaman. Mana shu birorta o'git qilmoqchi bo'lsalar ham o'git
pand nasihat qilmoqchi bo'lsalar ham kulib, samimiy holatda chiroyli qilib aytar edilar. Nihoyatda kamtarin inson edilar domla. Ustoz derdik, hammamiz juda ham hurmat qilardik. Domlani joylari jannatdan bo'lsin. Jannatiy inson edilar. Men u kishini kitob taqdimoti marosimida ham qatnashgandim. O'shanda aytuvdim, domla sizni tilla inson deb aytdik. Mana bugun esa brilliant inson ekanligingizni isbotladingiz dedim. G'uzor tarixi haqida, tuman xalq ta'limi bo'limi tarixi haqida juda ham ko'p narsalarni biladigan bilimli, ilmli inson edilar. Mana shu domlani joylari jannatda bo'lsin. Yanvar Po'latovich ham samimiy xotiralari bilan o'rtoqlashdi. Husniddin Nuriddinov haqida gap ketsa, bir juda chuqur bilimga ega bo'lgan, xalqparvar, o'zini bilim bilan har qanday majlisda, har qanday yig'ilishni lol qoldira oladigan bir odamni eslaymiz. Domlalarni qoldirgan ishlari, shogirdlari, G'uzordagi o'rni, albatta u kishi bilan birga ishlagan, u kishining tarbiyasini olgan odamlar orasida juda katta izzat, hurmat bilan saqlanadi. U kishiga nisbatan G'uzor xalqini izzat, hurmati juda baland edi. Chunki Nuriddinov keksalar bilan ishlash borasida yoshlar bilan, xotin-qizlar bilan, mahalla faollari bilan juda bir yaxshi bama'ni suhbat olib borib, o'zini fikrini, o'zini intilishini odamlar o'rtasiga yorita biladigan odam edi. Nafaqat deylik o'qituvchilik qilib, rahbarlik qilib o'tdi. Bir nechta kitoblar muallifi. U kishi anchagina G'uzor haqida, ayrim insonlar haqida bir ajoyib fikrlar bilan, ajoyib mulohazalar bilan broshuralar, kitoblar yozib, gazetalarga chiqish qilib turadigan inson edi. Albatta o'qimishli, bilimli, juda katta hurmatga sazovor bo'lgan kamtarin inson Husniddin Nuriddinov G'uzor xalqini hamisha bir domla sifatida o'zini deylik yurish turishi bilan, bilimi bilan xalq o'rtasida qoldirgan odam. Ustoz hayot yo'li davomida ko'plab yuksak e'tiroflarga sazovor bo'ldi. Shuhrat medali, xalq ta'limi a'lochisi unvoni va mehnat faxriysi nishoni. Bular uning xalq va davlat oldidagi beqiyos xizmatlariga berilgan munosib bahodir. Ammo uning eng katta mukofoti xalq mehri va shogirdlar duosi bo'lib qoldi. Husniddin Nuriddinovning hayoti sadoqat, fidoilik va ma'rifatga bag'ishlangan ibrat maktabidir. Alloh ustozni o'z rahmatiga olsin. 80 yoshga kirdim. Ahli hayot kechirdim. Farzandlarim o'g'ida ishlashyapti. Ular o'zlari hayot qurishdi. O'sha hayot bahramand bo'lib, menga baxt olib kelib turishdi.